Onajon, qizingiz keldi. Voy qizim keldi, qizim. Jonim benim. Ovsinim to'yga boraman deb tillalarini taqishga olgandi. Voy, ovsinim tillalarini beraycha, men bilan urushmoqchi ona. Qizim, mol dunyo kimdan qolmaydi? Eslashib qolgandir-da o'zini. Senga bunaqa qilib yarashmaydi, gaplashmagin, bu yoqqa qopib bolam. Oyjon, qaynonam shunaqa o'zgarib qolgan, shunaqa mujg'o bo'lib qolgan. Bular bo'lmasga asablari buzilib, menga ish beraveradilar, keyin tirnoqdagidan kiram oqtarib urush qiladilar. Va unaqa dema, qudamlarni qaynini juda ham tilla xotinlar. Eshitgan quloq nima deydi? Tilla ayolmi? Ona, qaynakam erimdan 700 ming so'm pul olib ketgandilar, 2 oy bo'lyapti, hali berganlari yo'q. Voy bolam, sen ko'kalar o'rtasiga aralashmang, xo'pmi? Men xafa bo'laman. Sen vazifangni bil, oilangni bil, bola chaqangni tarbiyasini qilganda keyin o'tirgin, xo'pmi? Qizim, men buni qara sifatini $79 ekan bular. Men yo'g'ini qara $99 voy. Qaynonamni singillari xolajonlar kelib italyanskiy model bagimamni olib ketdi, o'rniga olishim kerak. Voy qizim, uyingda gapni tashlamagin. Bizga yarashmaydi bunaqa ishlar. Ona qarang, $4000-5000 turadigan original bagimalarning lyuks kopiyasi $189 ekan. Xuddi mana shunaqam bor edi. Katta o'sinim kelib. Bo'ldi, jim. Hadib gapirma o'zingni. Qizim, to'g'ri aytasan, mana shu qaynonamchi bijg'ov qarigan. Mana shu to'yda ham qalb pulnicha qaltirab bergan. Mebellarni taqir-tuqir hali eski-tusklarni qilgan. Oyjon, onamnikida dalish qolaymi? Sen o'zing aybdorsan. Xudo o'zi tilla xotin edi. Aldamagin, aldamagin.